agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa serg'am qilib qo'yadi. Agar yomon ko'rsa bir bandani uni dunyosini keng qilib o'sha bilan mashg'ul qilib qo'yadi. Ibn Muborak aytgan ekanlarki, Fuzaylni oldida o'tirsam qalbimga mahzunlik to'lib qolardi. Undagi mahzunlikni balandligidan. Fuzaylni yoniga borsam o'zimni yomon ko'rib ketardim deganlar. Malik ibn Dinorga bir kishi, bir ayol ey riyokor degan ekan. Desa, butun Basra ahli topolmagan nomimni topding-da sen degan ekanlar. Ey riyokor, sen riyokorsan desa, to'g'ri ayting deyish kerak. Shuni deya olishimiz kerak hammamiz. Ey riyokor desa labbay deya olishingiz kerak. Shuncha aytyaptilarki, Fuzayl ibn Iyos, men riyokorman deb qasam ichganim, men riyokor emasman deb qasam ichganimdan yaxshi derkan. Tavbalarining sababi qanday bo'lgan? Bir qizga oshiq bo'lgan ekanlar. O'sha qizning hovlisiga oshib o'taman deb borib bir devorning oldiga borgan paytlarida bir kishini tilovat qilganini eshitgan ekanlar. Shu oyatni. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Iymon keltirganlarga Alloh subhanahu va taoloning zikriga qalblari bo'ysunib xushu qilishligi vaqti kelmadimi? Iymon keltirgansiz, siz ham iymon keltirgansiz. Bu o'ta kuchli oyat. Sahoba ikromlar yig'lashgan bu oyat nozil bo'lgan. Va ma nazala minal haqq, va Alloh nozil qilgan narsaga taslim bo'lish. Allohning zikriga taslim bo'ladigan paytlari kelmadimi? Degan oyatni eshitib qolgan ekanlar. Eshitib yig'lagan ekanlar, to'xtab qolgan ekanlar. O'sha vaqt kelmadimi degan oyatni eshitib, "Ya Robbi keldi" degan ekanlar. "Ya Robbi keldi" deb qaytibdilar. Yo'lda bir xarobaga to'g'ri kelibdilar. Xarobada devorning orqasida bir to'da odamlar gaplashayotganini eshitib qolibdilar. Yo'lga chiqamizmi desa, tong otsin chiqaylik deyishayotganmish. Nimaga desa, Fuzayl yo'lda qaroqchilik qiladi kechqurunda. Shunga tong otgandan keyin yuraylik deydi. Fuzayldan qo'rqqanidan haligi bir to'da odam harakatlana olmay turgan ekan, yo'lga chiqa olmasdan. Keyin shunda o'zlari aytganlar, bu yerda yozmabdi. Ey Fuzayl, hali sendan mu'minlar qo'rqadigan darajada raso odam bo'ldingmi sen? deb ularga ham tegmasdan bir yo'li tavbani butun qilib ketganlar.